بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 19 19 ders. Endi 19 dersni boshlashdan ilgari darsimizdagi asosliq maqsadlik grammatikani bir yig'incha qilib olaylik. Endi bugungi darsda asosliqi ikki narsa to'g'riliq so'zlaymiz. Birisi kam. Yani oldingi darsimizda ozroq tilg'ab o'tgan kam ikkiga bo'linadi. Birisi kam istifhomiya, yani birisi kam xabariya. Kam xabariya degan vaqtimizda kam mazmun jihatda nurg'unlikhan degan tarjima qilinadi, ammo u hozir bizning so'zlash doiramiz emas. Yani bugun darsda u to'g'riliq so'zlamaymiz. So'zlaydiganimiz kam istifhomiya to'g'risi, ya'ni qancha degan ma'noni iroda qilgan vaqtki kam to'g'risi so'zlaymiz. Endi asosli gap jumlalarda kam ishlatilib qolsa, kamdan keyin kelgan kamning farqlantiruvchisi birlik zavar holati keladi. Mana shu nuqtani tushunib olsak bo'ladi. Undan keyin birlik zavar holati keladi, ba'zi vaqtda tushib ketsimi bo'ladi. Kamdan keyin kelgan tamyiz birlik zavar holati keladi, ba'zida tushib ketib qolsimi bo'laveradi. Ya'ni jumladan uni tashlabetsakmi, qana qilinsa, bilinsa tushib ketsakmi bo'ladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta 3 dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardan keyin keladigan sanalg'uchi ko'plik sir holati keladi. Ko'plik sir holati keladi. Masalan, 3 kitob, salasatu kutubin. 3 o'quvchi, salasatu tullabin. 5 daftar, khamsatu dafatira. Ana dafatir g'ayri musrif bo'lg'achqa zir o'qiladi, zo'r o'qiladi. Mushunga o'xshagan 3 dan tortib 9gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalg'uchi ism ko'plik zir shaklda keladi. Mush yerda yana bir og'iz gapni qistirib qo'yish to'g'ri keladi. 3 dan tortib 9gacha bo'lgan sonlardan keyingi ismlar ko'plik zir o'qiladi. Endi ismning tarkibiga qarab boqamiz. Agar ism birlik, nima erlik ism bo'lsa, sonlarni ayollik ishlatamiz, ya'ni talik ishlatamiz 3 dan tortib 9gacha. Agar ismlar ayollik shaklda ism bo'lib qolsa, sonlarni erlik, ya'ni ta'siz ishlatamiz. Masalan, 3 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasatu ta bilan qo'shib tullabin. Agar 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, salasu talibatin degan shaklda ishlatsak bo'ladi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, bugungi darsdagi mazmunlar oyoqlashgan bo'ladi. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zliklar. Al-thaman, nisf, الريال ريالات، الحافلة حافلات، السؤال أسئلة، البلد بلاد، أوروبا فرنسا مختلفة، اليوم أيام، القرش قرش، راكب ركاب، قديم قدامى، الجيب جيوب، ألمانيا يوغوسلافيا ماليزيا. الثمن pul. Yani yanjoqdagi pulga ma'noda, undan keyin mana necha pul degan vaqtimizga pul. Mana pulisi necha degan vaqtimizga pulga ma'noda. Nisf, yarim. Riyal, riyal Saudiya Arabiston pul birligi. Riyalat buning ko'pligi. Al-hafila avtobus, ya'ni ammiy avtobuslardek cho'ng avtobuslar qaratildi. Hafilat ko'pligi. As-sual, sual, as'ila ko'pligi. Al-balad shahar, rayon, yurt, davlat degandek ma'nolarda keladi. Shahar, rayon, yurt, davlat degandek ma'nolarda. Bilad buning ko'pligi. Urubba, Yevropa, Fransa, Fransiya. Muxtalifa, ya'ni o'xshamaydigan, farqliq degan ma'no, ya'ni aralashma. Al-yawm bugun yoki kun. Bugun yoki kun degan ma'noda. Ayyam ko'pligi. Al-qirsh Saudiya Arabiston pul birligi, ya'ni pach pul xuddi bizdagi yuan degani riyalga teng bo'lsa, qirsh degani mo'ga teng. Qurush ko'pligi. Al-hafila rakibun yo'lovchi, rukabun ko'pligi. Qadimun kona, qudama ko'pligi. Al-jayb yanjuq, juyubun ko'pligi. Almaniya Germaniya, Yugoslaviya, Maleziya Malayziya. So'zliklarni tushunib o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekstga kelsak bo'ladi.
الدرس التاسع عشر. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ فيه 10 طلاب جدد. من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد؟ لا، هم من بلاد مختلفة. منهم 3 طلاب من الفلبين، و4 طلاب من اليابان، وطالبان من الصين، وطالب واحد من ماليزيا. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم، فيه 7 طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ لا، هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه 5 طلاب من إنجلترا، و8 طلاب من ألمانيا، و6 طلاب من فرنسا، و9 طلاب من يوغوسلافيا. شكرا يا شيخ. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ شيخ, sınıfınızda kaç o'quvchi bor? O'rinda kam taliban jadidan. Taliban kamning tamiz, jadid talibning sifati. Ya'ni birlik zar o'qilib keldi ya. Fihi 10 tullabun judud. U sinfda 10 yangi o'quvchi bor. Endi 10dan keyingi ism ko'plik zar o'qilib keldi. Judud tullabning sifati o'qishlar shunda o'qib kelyotdi a. Undan keyin tullab erlik o'g'achqa 10 degan sonninki ayollik shaklini ishlatdik. Ya'ni 10 deb tavalan ishlatdik. Min aynahum? Ular qayerdan? Akulluhum min baladi wahid? Ularning hammasi bir davlatdanmi? La, hum min biladin muxtalifa. Yo'q, ular xilma-xil davlatga o'xshamagan davlatdan. Minhum 3 tullab min al-Filippin. Ulardan 3 o'quvchi Filippindan. Muşurunda salasatu tullabin salasaning keyin kelgan tullab ko'plik zir qilib keldi. Tullab erlik o'g'ochqa salasa ayollik shaklda keldi. Va 4 tullabin min al-Yaban. 4 o'quvchi Yaponiyadan. Bu 4 tullab salasa tullab bilan o'xshasha tahlili. Va taliban min as-Sin. Jung'un 2 o'quvchi va talibun wahid min Malayziya. Malayziyadan bir o'quvchi. Afi faslika tullabun min Amerika? Sınıfınızda Amerika'dan o'quvchilar bormi? Naam, fihi 7 tullab min Amerika. Sınıfda Amerika'dan 7 o'quvchi bor. Naam degani shundaq, ha degan ma'noda. Am 7 dan keyin kelgan tullab ko'plik zir qilib keldi. Undan keyin tullab erlik o'quvchiga 7ni tavalan ishlatdi. Ahum jududun, ular yangi o'quvchimi? La, hum qudama, yo'q, ular konu o'quvchi. Kam taliban fihi min Avrupa? Sınıfınızda fihideki sınıf qaratildi. Ya'ni o sınıfda Avropadan qancha o'quvchi bor? Kamdan keyin kelgan taliban birlik zar qilib keldi. Fihi 5 tullabin min Ingiltara. Bu sınıfda Angliyadan 5 o'quvchi va 8 tullabin min Almaniya, Germaniyadan 8 o'quvchi va 6 tullabin min Fransa, Fransiyadan 6 o'quvchi va 9 tullabin min Yugoslaviyadan 9 o'quvchi bor. Mushlardagi hammasidagi 5 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 6 طلاب 9 طلاب deganlarning hammasi 3.9 bo'lgan sonlar o'qishqa keyin kelgan ism ko'plik sir qilib keldi. Bu ismlar keyin kelgan ism erlik o'qishqa ayollik endi tavalan ishlatilindi. Darsdagi mazmunlar tushunishga olgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qurishni bitib ketaylik. Tamarin, at-tamrin al-awwal iqra va iktub. Tuandikilarni o'qing. Demek ki bizni shu 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalg'uchining ko'plik zir qildiganligini uqtirmoqchi. Undan keyin erliklarga ayollik son ishlatiladiganini uqtirmoqchi. Davatidi 3 tullab, 4 tullab, 5 tullab, 6 tullab, 7 tullab, 8 tullab, 9 tullab, 10 tullab. 3dan tortib 10gacha. İkinci məşq iqra və iktub. Tönəkilərini oxub yazın. Deməkçi tönəki cümlələrini oxuş jarayonida 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarning ishlatilinishi, undan keyin kelgan sanalg'uchilarning ishlatilinishi, undan keyin kamning ishlatilishiga diqqat qilsak bo'ladi. 3-chi mashq ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al-adad al-mazkur bayna al-qawsayn. Tundagi savollarga ikki tirnoq o'tirdi kelgan tilg'ilingan sonlarni ishlatib javob bering. Masalan, misol, kam kitaban indak? Sizda qancha kitob bor degan savolga kamdan keyin cho'qim kitobani zor qo'ymiz. Indi 3 kutub. Menda 3 kitob bor. Yana tirnoqimiz 3 o'g'achqa 3 ni ishlatib javob berishimiz kerak. Birinchi savolga javob berib boqay. Kam axan laka ya Hamid? Sizningki qancha o'g'il qarindishingiz bor? Deganga
Kam axanlak tirnoqimizda 5 bor ekan-ku, undan 5 deymiz-ku, shundaq-ku. Undan keyin mening bor deyish uchun biz oldingi darslarimiz degandek jar majrurlik shibi jumlani oldida kelamiz. Akalayli lakani o'rniga li, ya'ni mening 5 o'g'il bir tuqqanim deganni o'g'il bir tuqqan ax. Buning ko'pligi axvan. Axvan. Unda xamsatu ax degan erlik o'qishqa xamsiniki qanday shakli, ayollik shakli. Xamsatu ixvanin, ya'ni 5 dan keyin kelgan ko'plik ism zir qo'lg'achqa ixvanin deb olamiz. Li xamsatu ixvanin degan shakl javob berasiz. Va qolgan savollarga shu bilan javob bersanglar bo'ladi, ha. 4-mashq 3 dan tortib 10gacha sonlarni yozinglar va tuvandagi so'zlarning har birini ularga sanalg'ich qiling degani tuvandagi kitob, qalam, tojir, rajul, tolib, riyol, qurish, ax, ibn degan sonlarni 3 dan tortib 10gacha sonlarninki sanalg'uchisi qilib chiqing. Masalan, kitob desak salasatu kutub, arba'atu kutub, khamsatu kutub, sittu kutub, sab'atu kutub degandek 10gacha hemen deb chiqamiz. Qalam desak salasatu aqlam, arba'atu aqlam, khamsatu aqlam, sittatu aqlam, sab'atu aqlam degandek 10gacha sanab chiqamiz, ha. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.